Akalar 105 ming dollarga 125 sotixli 5 ta xonali 2 qavatli kottedj qurib qo'ydim. Xonadan kirib kelamiz. Bismillah. Ichkari kirishimiz bilan chap tomonda letniy kuxnya qilsak bo'ladi. Yonida bemalol tapchan qo'yishga joyimiz bor. Mashina qo'yishga katta joy. Uyimizning tashqarida o'zining balkonlariga ham ega. Ichkarini kirib ko'rib chiqamiz. Xonadonimizga kirishimiz bilan shunaqa kichkina qo'l qutib oladi bizani. Chap tomondan tepaga chiqamiz, ikkinchi qavatimiz va podval qismimiz ham bor. Bardak e'tibor bermaysizlar. Hozirgi kunda ustalarimiz foydalanib turishdi. Bu uydan bu kuxnya qismimiz bo'ladi. Tashqari qaragan oynasi bor. Uyimizda radiator va tupli pol asosida isitiladi. Sanuzel. Birinchi qavatdagi o'ng tomonda zal qismimiz bo'ladi. Yaxshigina o'lchamda. Tashqari qaragan oynalari bor. Uyimizda 125 sotix bo'ladi. Yon tomonida spalnya. Tashqari qaragan oynasi bor. Havo aylanish uchun 5 ta xonadan iborat bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqib ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan shunaqa ho'l kutib oladi bizani. Bu yerda uyimizning o'zining kichkinagina balkoni bor. O'tga perilla qilib beriladi. Bemalol shahar tomosha qilib, mana bu yerda dachniy stuli qo'yib qo'yib, kino ko'rib o'tirish imkoniyati bor. Yon tomonimizda yana bitta xonamiz bor. Spalnya sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bolalar xonasi yoki qizlar xonasi qilib bersangiz bo'ladi bu. Yon tomonimizda yana bitta katta xonamiz bor. Buni ham spalnya qilib olish imkoniyati bor. Radiatorlar qo'yilgan. Buni yonginasida yana bitta spalnya xonamiz bor. Televizor qo'yishga sharoitli qilib ketilgan, o'zining tashqari qaragan oynalari bor. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Sergeli tumani Xonobod mahallasi bo'ladi. Uyimizda 125 sotuv, 5 ta xonadan iborat, 2 ta sanuzel va podvaliga ega. Boshlang'ich narximiz 105 ming belgilandi. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib